Biznes rivojlantirish bankidaman men, Xudoy qilib Baxtiyor ismim. Bizlarda produktlarimizni tanishtirib o'taman. 312 prezident qarori bilan tadbirkorlarga beriladi. Masalan, kamida 6 oylik 1 yillik obroti bo'lsa, masalan, asosiy vositalarga aylama mablag' uchun beriladi 12 oylik muddat. Keyin mahalla bankida kiritimiz bor, mikroqarz. Bu 60 milliongacha berilgan. O'zini o'zi band qilib turib, to'lovini qilsa, soliqdan o'tkazib, shu tartibda beriladi tadbirkorlik qiladiganlar uchun. Keyin biznesga birinchi qadam kiritimiz bor. U ilk tadbirkorlikka qadam degani u 5 milliongacha. Bu ham o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga ajratiladi. 5 milliondan miqdorida. Keyin tomorqa biznesimiz bor. Mahalla loyihasi bo'yicha 17 milliongacha beriladi. U ham o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga, tadbirkorlik subyektini boshlagan fuqarolar uchun beriladi. Keyin yangi produktimiz chiqqan hozir. Bu garov sifatida qo'yib turib mikroqarz 300 milliongacha shikirtlarimizni beryapmiz. Masalan, transport vosita qo'yish mumkin. Garov asosida beriladi. 21% dan 26% gacha beriladigan kirtlarimiz bor.